Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun 12-noyabr Shovot pil bozorindamiz. Otlar tushibdi, qaranglar, toylar tushibdi. Ularning narx-navolarini aytib o'tamiz. Og'amiz video meni ko'rsatmada turibdilar. Bir yandan tushuntirib o'tamiz. Kichkina variant. Og'a, bular necha yosh, qaysi paroda bular? O'zimizning Mesni paroda. Bularning parodasini aytib qo'ying. Simmental, Greyford, Jaydarmol deb, Jaydarat desak bo'ladi shunda. Kichkinasi necha oylik buni, og'a? 5 aylık. 5 oylik quyosh tushib turibdi og'anglar. Sal bu yoqqa kelsangiz og'a, quyosh tushib turibdi, yaxshi ko'rsatib bo'lmaydi. Kichkinasi 5 oylik, arg'isining qara. Arısı 7 aylık. Bu 7 aylık. Arısı baharda 2 yaş bo'ladi. Kattasi 2 yosh bo'ladi ekan bahorda. Nargisi 7 oylik bo'ladi ekan bahorda. Bu 5 oylik dedingizmi? 5 oylik. Bular erkakmi, urg'achimi og'a? Arısı kattasi erkak. Kichkina ikkisi urg'achang. 2 dona kichkinasi urg'ach ekan, kattasi erkak. Mina og'anglar. Bir og'amiz oqshom telefon qilib turadi. Katta ot bo'lsa, minib borib, bo'lajak galina sevgi izhor qilib kelish kerak. 1-2 so'm pul beraman deb turadilar. Sizda shunday ot bormi og'a, katta ot? Bor. Asa nomeringizni aytib qo'ying. Aladonlar, sotib oladonlar telefon so'raydi. Uni zakasa bo'lsa, telefon uradilar. 93'ten. 93lik. Aha. 285. 93 285 92 37. 92 37. Tamam. Neydi bu adres neydi og'a? Gürlenden. Gürlanda, Tamam. Bo'ldi, gap yo'q. Asa, boshqa variantlar ham bormi bunda? Sotiladonlardan? Var. Her türlü variantlar var. Bo'ldi, gap yo'q. Og'alar. Asa, telefonlashaverasizlar. 3 dona toy yine. Izam bor dedilar. Keyin og'ancha bo'ldi? 20 million bo'pti. Ana ketdi. Hozir siz otlarni ko'rdingizlar, qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Siz hammangizning ishlaringizga omad tilaymiz. Bu qisqa videomiz shundan iborat. Addinni qo'yib beramiz buni. Addinni qo'yib beramiz og'alar. Bemalol ota qiziqadilar, ko'rib olsa bo'ladi. Ko'p og'aylarimiz so'raydi, toylar bormi, otlar bormi deb. Yine shunday har vaqtdan bozorlarga tushadi, ko'rsatib o'tamiz og'aylar. Videomuza albatta like bosish yoddan chiqmasin. Podpisatsiya bosmaganlar podpisatsiyani bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Hammangizning ishlaringizga omad, chorvangizga baraka tilaymiz. Bu videomiz ishimning qisqa video bo'ldi. Hammangizning ishlaringizga omad tilaymiz.